Assalomu alaykum, qadrli ko'rurman do'stlar. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Vatanga nazar programmasi yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Yangi yil kirgandan beri yangiliklar uzilmay yuz beryotidi. Yangi yil arpasida Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlarning harakatiga qarshi keng ko'lamli hujumga o'tganligi hammamizga ma'lum. Xitoy oldiga chiqqan Uyg'urlarni yolg'onchi qilish uchun ularning tutqundagi oil tavobatlarini videoga chiqarib, biz baxtli yashayapmiz. Chet eldagilar yolg'onchi degizishni davomlashtiryapti. Xitoyning Yer shari vaqt gazeti CGNT qatorliq tashviqot vositalari Xitoy maxsus ishlagan videolarni keng ko'lamda tarqitish bilan birga har qaysi davlatdagi g'olchilari orqali medialarda Xitoyni maqtab Uyg'urlarni terrorchi ko'rsatishga zo'r kuch sarf qilyapti. 17 yanvar xalq to'ri mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komiteti partiya guruhisining yig'in ochganligini xabar qildi. Xabarda Xi Jinpingning 19 navbatlik Markaziy intizom tekshirish komiteti 4-umumiy yig'inida so'z qilib, yangi davrda partiyani umumyuzli qattiq idora qilishning tarixiy xarakterlik natijalarini xulosalab, partiyaning o'z ustida inqilob qilishni ishga oshirishdagi muvaffaqiyat yo'li va unumli tuzumni cho'nqur sharhlab, partiyani boshqarish va partiyani idora qilishda cho'qim nimada ching turish va nimani mustahkamlash, nimani mukammallashtirish va taraqqiy qildirishdek muhim va zo'r masalaga cho'nqur javob berib, partiyani umumyuzli qattiq idora qilishning yangi natija unumi orqali davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini ilgari surishga strategiyalik o'rinlashtirma qildi. U muhim so'z yuqori qatlamda turib tayyorlangan, mazmuni mo'l, yo'linishi aniq, talabi oydin bo'lgan yangi davrdagi partiya stili va poklik qurilishini kuchaytirishga partiyani umumyuzda qattiq idora qilishning cho'nqurlab taraqqiy qilishiga turtki bo'lgan programma xarakterlik hujjatdir. U muhim, zo'r ham shundaqla cho'nqur yetakchi ahamiyatga ega deganligini bildirgan. Bu dabdabilik so'zlarga diqqat qildigan bo'lsak, Xi Jinpingning Xitoy Kompartiyasini umumyuzlik qattiq idora qilishni texmi kuchaytirganligini ta'kidlaganligini ko'rib olamiz. Hamda buningga oid maxsus hujjat borligimi o'tirg'a qo'yilgan. Demak, Xitoy buningdan keyingi xizmatlarda texmi qattiq qo'l bo'lishga tayyorlikni puxta qilgan. Xining bu so'zlari vatanimizning har qaysi nahiya, shahar, hatto yezlargacha o'rganishga o'rinlashtirilib, bu buyruqni keskin, qattiq ijro qilishga ideviy tayyorlik hozirlatgan. Davlatni qonun bilan emas, partiyaning siyosati bilan boshqaradigan Xitoy kommunist jallatlari partiyasini texmo vahshiy bo'lishga chaqirgan. Xalq to'rining 3 yanvardagi xabarda Xi Jinpingning Markaziy harbiy komitetining 2020-yildagi 1-nomerlik buyruqini imzolaganligi, uning butun armiyaga mashq boshlash safarbarlik buyruqi e'lon qilganligi xabar qilindi. Uning buyruqining to'liq teksti tovandikicha. 2020-yilda butun armiya Xi Jinpingning yangi davr jungocha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda ching turib, Xi Jinpingning armiyani qudrat topqizish ideyasini izchillashtirib, yangi davrdagi harbiy strategiya fanjonini izchillashtirib, askar bo'lib urush qilish, qo'shin yetaklab urush qilish, askarlarni mashqlantirib urush qilish ideyasini yanada kuchaytirib, kuchli dushman, raqiblarni ching ko'zlab, amaliy urushga moyillashgan harbiy mashqni ching tutib, yuksak hushyor holatni saqlab, urush chaqirgan hamon keladigan, kelgan hamon urush qila oladigan, urushda jazman g'alaba qila oladigan bo'lish haqiqiy kapodat qilish kerak. Urush orqali mashqqa yetakchilik qilishni gavdalantirib, urush vazifasi, urush raqibi, urush muhitini to'liq tadqiq qilib, amaliy misollashgan mashqni kuchaytirib, burush temasi bo'yicha maxsus dal joyida mashq qilishni kuchaytirib, jiddiy ishlarga taqobil turish, urushqa taqobil turish mashqini kuchaytirib, vaziyatni unumli yaratish krizisini boshqarish tizginlash, urushni to'sish, urushda g'alaba qilish kerak. Qarshilashishni sinab ko'rishni gavdalantirib, qo'mondonlikda qarshilashish, amaliy askar jihatda qarshilashish, sistema bo'yicha qarshilashishni kuchaytirib, qarshilashish shakli va usulida yangilik yaratib, sinab ko'rish, baholash sistemasini mukammallashtirib, urush uqumi, urush loyihasi, urush qo'mondonligi, urush kuchi, urush kapolatini amaliy sinab ko'rib, urushga tayyorlik qilish xizmatining amaliyishini ilgari surish kerak. Asosni puxtalashni gavdalantirib, programma bo'yicha mashqni yo'lga qo'yishni,
tekshirib baholashni, nazoratchilik, yetakchilik bo'yicha javobgarlikni surishtirishni changaytib, omilni joyida mashqlantirib, g'alabalik jang qilish iqtidor asosini puxtalash kerak. Istilni tavlab, gavdalantirib, amaliy urush ehtiyojini chiqish qilib, qiyin, talabchan bo'lishdan boshlab, qismlarni chiniqtirib, birinchidan jafo mushaqqatdan qo'rqmaydigan, ikkinchidan o'limdan qo'rqmaydigan kurash ro'yini joriy qildirib, barliq qiyinchilikni yengishga, dushmanni besib tushishga jur'at qilib, partiya va xalq yuklagan yangi davrdagi burch vazifani qat'iy o'rlashtirish kerak. Xitoy yangi yildan keyin Rabiya xonimning urug' tuqqan farzand va nevralarini ekranga chiqarib, ayrim ishki video ishlab tarqatdi. Ular o'zlarining intayin baxtli yashayotganligini, Rabiya xonimning vatanni parchalashga uringanligiga qattiq g'azablanganligini bildirishdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Quzat Altayning 2 yildan beri izderigi bo'lmagan dadisimi bu qitim Rabiya xonimning urug' tuqqanlari qatorida ekranga chiqdi. O'ri turolmas bo'lib qolgan bir odamni majburiy ekranga chiqarib, o'g'liga qarshi so'zlatish naqadar nomussizligi. Mush videolar bilan bir vaqtda 2 oydan beri vatanimizda maxfiy ziyoratda bo'layotgan Tayvanlik yoshning ziyorat videosi ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqaldi. Uning videosida arx ko'rinish qilingan joy Qashqar Koni shahar rayoni. Qashqarning Koni shahar rayoni Qashqar shahrining markazi hisoblanadi. U joyda o'ltiraqlashgan aholi butunlay Uyg'urlar bo'lib, bu uylar ajdoddan avlodga miros qolgan qadimiy zaminlar hisoblanadi. Qashqar markaziga joylashgan bu uylarning bahosimi intayin qimmat bo'ladi. Biroq videodan uylarning butunlay quruq aholilarning ko'chirib o'tilganligi aniq chiqib turdi. Shundaq avod ko'cha mahallalar xarobalikqa aylanib qolgan. Xitoy hukumatining bu uylarni bu holatda tashlab qo'yishi bizning diqqatimizni tortdi. U yosh o'zining CNN va BBCning Uyg'urlar haqida berilgan xabarlarni ko'rib, qiziqib vatanimizga borganligini, ziyorat qilgan shaxslarning bexatarligi uchun ularni videoda oshkorlamaydiganligini aytib, ziyorat jarayonini so'zlab berdi. U vatanimizning hamma yerini aylanib, ko'p kishilar bilan suhbatlashgan. O sözne mundak başlaydı. 新疆有很多漂亮的地方，也有很多充满人文色彩的地方，像是我去过的北疆、喀纳斯。 Şarkı Türkistan bek güzel diyar. Ben şimal tarafta Turpan, Qumul qatarlıq yerlerden ötüp hazır Qashqarga keldim. Bu yerler hakikaten güzel. Hemmeler bilgendek BBC, CNN'de deyilgen Uygurlar ve ceza lagerleri hakkında sözleymen. Ben 2 aydan beri ziyaret kılıp aylanıp çıktım. Ziyaret jarayonidagi kishilarning ovozi surtini chiqarmayman. Chunki ularning bexatarlik uchun shunday qilmasam bo'lmaydi. Chunki bu haqdagi ishlarni deyishdan hukumat xolamaydi ekan. Men oldi bilan lagerlar haqida so'zlayman. Lagerlar uzluksiz kengayotidi. Eng cho'ngi 2 lagerning biri shimol tarafda Qarmay shahrining shahar sirtiga, yana biri Taklimakan qumliqining ichiga silingan. Ürümçiga kelgan ko'rgunim lagerlarni sanoat zavodlarga yushiribdi. U zavod emas. U yerda odamlarni qiynaydi. Bu ishlar odamni bearam qiladi. Mencha erkinlik har bir odamning huquqi. Mayli qaysi davlatda bo'lsin, shundoq bo'lish kerak. Men ziyorat qilganlarning orasida mening Uyg'ur do'stlarim bor. Do'stim Sharq Turkistonlik musulmon. U bu Uyg'urlarga qartilgan dedi. 5 iyul vaqasi elidagi qo'zg'alishi hammasi Sharq Turkistonlik musulmonlarga ta'sir ko'rsatdi. Sharq Turkistondagi lagerlarga Uyg'urlar emas, Qozoq, Tojik qatorliq millatlarmi so'langan ekan. Uningdan bu ahvollarni so'rgan vaqtimda qo'limni tutib yig'lab ketdi. U bu ishlarni hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. U dunyoda bizni bildigan odam bormikan dedi. Axborot qattiq qamal qilingach, ular umidsizinibdi. Bu ishlar 5 iyul vaqasidan keyin kelib chiqqan. Ayni vaqtda Uyg'urlarning noroziligi Xitoy hukumatining Uyg'ur-Xitoy munosabatini yaxshi bir taraf qilinmaganligidan. Uyg'urlar norozi bo'lib kelib chiqqan. Bu ishlar yaxshi bir taraf qilinmagach, millatlar o'rtasida bugünkidek holatni keltirib chiqargan. Do'stim bu ishlarni degicha yig'lab ketdi. Menmi yig'ladim. Uyg'urlar chet elga chiqolmaydi. Chet elga chiqqanlar qaytarib akilinib lagerga solangan.
Şoňa chet eldikiler qaytyp kelişke petin almaydy. Yana bir dostumning inisi lagerga akitilgandan keyin izderki bolmagan. Ular Sharq Türkistandan ayrılalmaydı. Hamma yerda tekshirish bar. Hech yerga boralmaydı. Bu yerda bütün masjidlar taqaqliq, namoz o'qiy olmaydi. Bütün imomlar tutib ketilib, Qur'on Karim yig'ib elingan. Qur'on Karim chiqib qolgan uylardagi barliq odamlar tutib ketilgan. Xitoyda bir gap bor. 2020-yilda umumyuzlik holliq saviyaga yetishdi. Biroq oz sonliq millatlar rayonida qanday qildi? Ular yig'ib turib, bizning bolalarimizni hukumat tortib oldi dedi. Ularni oila bo'yicha zavodga olib ketgan. Kirimi yuqori emas. Hamma odamni zavodga aketgandan keyin uydagi bolalarga qaraydigan odam yo'q. Bolalarni majburiy yiroqdagi maktabga olib ketgan. Uydagi mol chorvalarni sotqizib etgan. Tağda yaşaydigan, yaşap köngen çidir öylerden mecburi köçürüp etken. Nemi üçün kişilerinin özü xalıgan turmuş usulü boyunca yaşaş hukuku bolmaydı? Tarqi Türkistan'daki tekşürüş punktleri bütün Jungo boyunca en qattiq. Ular sizning nurg'un narsalarni billa elib mengishingizni cheklaydi. Chaqmaq, tirnoq olg'ish, o'yinchoq pichoqlarni yiningizda olsangiz bo'lmaydi. Odatdagi turmushda ishlatiladigan pichoq, attir deganlarmi cheklangan. Kimlik bo'lmasa bu tekshirishlardan o'talmaydi. Kimlikni unutilib qoldimi, ish chatoq. Xitoylar Xinjiang eng bexatar joy deydi. Bu gapni Uyg'urlarning eg'izdan anglab boqmadim. Bir do'stim bu tekshirishdan bak besim his qildiganligini aytdi. U it bizdan yaxshi. It xolgan yeriga bora oladi. Ammo biz bora olmaymiz dedi. U qochib ketishni orzu qildi ekan. Biroq u Xinjianglik bo'lg'achqa hech yerga qocha olmaydi ekan. Ba'zi gaplarni anglaganda mening bak achchig'im keldi. Chidab tura olmadim. Ba'zi odamlar bak yaxshi-ku, nurg'un saqchilar bor. Nurg'un tekshirish bor, shu biz eng bexatar yashayapmiz deydi. Buni deganlarning hammasi Xitoy xalqi. Nurg'un Xitoylar lager cho'qim bo'lishga tegishli deb qaraydi. Ularning qarashicha bu odamlarning davlatni parchalash ideyasi bormish. O'chmanligi bormish. Shunga lagerga solinish kerakmish. Shundaq lagerga solash orqali boshqa millatlarning safligini yo'qotish. Bu insonlarni yo'qotish orqali ko'p sonliq insonlarning bexatarligiga erishadi ekan. Men buni qabul qila olmayman. Qayta tarbiyalash saqchilar bilan boshqarish Gitlerning usuli emasmi? Men qabul qila olmayman. Men Uyg'urlar bilan Xitoylarning to'y qilganligini ko'rdim. Xitoy bilan to'y qilsa, uy, pul, xizmat bergandan boshqa boj kechirim qilish va boshqa siyosatlardan bahramand bo'la oladi ekan. Shunga to'y qiladi ekan. Mening bu videoni ishlashim faqatla davlatlarning boshqa millatlarga ishning haqiqatini bildirish. Sizlar o'z vataninglarning xalqiga ko'ngil bo'lishinglar, ularni asrashinglar, ularni qo'g'dishinglar, ularning madaniyatini saqlab qolishinglar, tarixini saqlashinglar kerak. Mening Sharq Turkistonning mustaqilligi deganlar bilan hech aloqam yo'q. Buni yoqtiramsizlar, yoqtirmamsizlar, men uchun baribir. Bu ularning diniy tashviqoti ko'rib yiqinglar. U diniy asabiylikning alomatlari deb tasvirlagan tashviqot rasmini bir uyning ichiga kirib, uyning temig'i chaplangan yerdan ko'rsatdi. Bundaq tashviqot rasmlarini ko'chalarga chaplaganni oz deb, uy ichigimi chaplashga majburlangan xalqimiz uydan ko'chganda shu tashviqot varqidan boshqa narsalarni elib ketgan. Uy ichidan uzun vaqt odam o'ltirmay tashlanib qolganligi ko'rinib turdi. Mana bu Rabiya xonimning oilasini usul o'yintib, biz baxtlik deb video ishlatgan Xitoy hukumatining tumur tapini ostida izilayotgan xalqimizning hayoti. Mana bu haqiqiy reallik. Biz bu munosabat bilan Rabiya xonimni ekranimizga taklif qildik. Assalomu alaykum, hurmatli Rabiya Qodir xonim. Oldi bilan ekranimizga kelganingiz uchun butun ko'ruvchilarimiz nomidan sizga tashakkurimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Rabiya xonim, Xitoy bolalaringiz, qarindoshlaringiz va navirlaringizni videoga chiqarib sizga qarshi so'zlatdi. Buni ko'rib, qanday hissiyatda bo'ldingiz? Rahmat. Men o'zingiz bilasiz, bütün Uyg'ur xalqi biladi. Ballarımdan ayrılgalı 22 yıl oldu.
98 yılı beni kolga algan günden tartıp, turuma kirgenden tartıp, nevrilerimden çoğu 2-3 yaş, küçükler tehi yok. Ballarım şundak yaş kıran, ben ballarımdan şundak ayrıldım. Hazır şu ballarını ben şundak kongada körenmegini, şundak hareketi bilen körenmegini hesapta 22 yıl oldu. Bulup mu chet elge 15 yıl çıkış jarayonida ularning ovozini, rasmlarini necha vaqtidan burun ko'rgan bo'lsam-mu, ballarimning holatini men ko'rmagan. Endi 2014dan boshlab ballarim bilan bo'lgan telefon aloqam endi u rasm-pasm ko'rishmayaqti turib tursin, ballarim butunlay oldimdan g'oyib bo'lib ketdi. Ballarim, nevirlarim, qarindoshlarim, hatta şu şirem uruk tuqqanlarım, çevirlerim, kiyogal kelilerimnin ne ketkenligini bilmeyme. Telefon alakımız çok üzüldü. Nurgun yerlerge baş vurup baktım, izlenip baktım, Amerika, Avrupa Parlamenti, kişilik hukuk teşkilatla, ben ballarımını WeChat'lardan izlep baktım, hem bir yerden izlep baktım, ballarımın zade didarını görmedim. Şu aralıkta inim Muhammed gayip olup gitti. Kuzatның dadısı. Sınım Xalçam Xotan'dan gayip olup gitti, ailesi bilen. Bana muşundaq tuğan bir paytda, ben Amerika hükümetiga, Amerika Taşqi İşler Ministeriga, Aksaray White House'ga ve Amerika Kongresleriga, Amnesty International ve Human Rights Watch kişilik hukuk teşkilatlarına çeksiz rahmet etme, muşlarının toxtumay izlenişi ve ballarımla sürüştü kılışı ve bulağa benim etrafımdaki Uygurlarınki, mesela şu Amerika'nın içindeki teşkilatlarınki benim ballarımla kayıt sunuşu, üzemden sunuşu, benim işi arkalık Xitay hükümeti ahır benim ballarımla aşkarladı. Körüp pandak təsiratlı olduğunuz dediniz. Ben körüp ballarımla hiç bulmaganda 21'ni bolsunmu kördüm. Yana tehi 16'sı kam bunun içinde. 21'ni nevrilerimni mendin 2 yaş 3 yaş ağırlığan nevrilerimnin usulu oynap ali mekteplerini fütküzdük dep bana neset kıkıdak bolup çıkıptı. Aşı ballarım lager gerçi 2014 yıldan keyin qattiq lagerga bastırış muşundaq eçilgan bolsunmu mening ballarım lagerga ve nazarat astıga kirgili 22 yıl oldu. Aş 2 yaş 3 yaşlık nevirlerim aş usul oynavatkan bana Xitayca kep qilatkan nevirlerim qo'rqish, so'roq qilish, tahdid bilan 25-24 yaşlar kirdi. Mekteplerini işine tutkuzdu. Şuna men ularning yani şundaq besim aslida şundaq tahdid, qo'rqish aslida yaşap mı? Yani özünü yo'qotmaganini, aqli o'shuning joyida ekanligi undaq ma kulib men Xitaycha gap qildi, nay deb bir navram so'dim. Ko'rvag'im uchun ko'nglim biroz emin topdi. Ular hayot borkan-ku, ular yana asl shuni yo'qotmabdi-ku deb ko'nglim emin topdi. Bu dunyoninki mushu mening ballarimning ve Uyg'ur xalqining oqida qanchalik kuchli tug'anligining natijasi deb qaradim. Endi lekin ko'nglim nayt mayuslangan narsa mening ballarim mening Xitoycha tilni ancha yaxshi bilmaydiganligimni biladi. Men mayli Xitoy tili biladiganlar bo'lsin bizning Sharqiy Turkistonda vatanimizda, mayli bilmaydiganlar bo'lsin biz oilamizda, jamiyatda butunlay bir-birimizla Uyg'urcha gaplashamiz. Biz Uyg'ur millati, biz Xitoy millati emas. Xitoycha tilni o'rganib qo'yish bir davlatda yashayotgandan keyin bular bizni besib olgan bo'lsa-mu, biz yana birga yashayotgandan keyin hech qanday tillarni o'rganish hech qanday bir xato ish emas. Biroq öz ana tilimizde bir-birimiz bilan suhbatlashish bu bir aqlli axloq ve xalqaro qonun Jungo hukumatining o'zining chiqargan qonuni. Her millet öz tilida, öz madaniyatida taraqqiy qildi. Bizda demokratiya bor deyotgan sharoit ostida mening ballarim menga Xitoycha gap qildi. Uyg'urcha gap qilolmadi. Uyg'urcha gap qilolmay bularning Xitoycha gap qilganligi zo'ravonlikning chekiga yetganligi deb qarayman. Çoğun apsıga Xitay tili bilen ogohlantirish berayotganligi, ballarimga bo'layotgan zulmning qanchalik kuchli ekanligi, zo'ravonlikning qanchalik chekiga yetganligi, Xitoy hukumatining menga buni ogohlantirish sifatida o'tirg'i chiqarganligini. Hatto o'g'lim Qaharmi Xitoycha gapni ancha yaxshi bilmaydi.
Oy oğlum qaharmı mecitning oldiga borgan birinchi videodimi? Xitoycha qilibdi. Ikkinchi videoda endi menga Uyg'urcha qilibdi. Bular menga nasihat qildi. Men nasihatini hammasini boshdan anglab chiqdim. Ularning boshqa shuningdan boshqa yo'li yo'q, hayot qilish yo'li yo'q. Uyg'ur xalqi hozir Xitoy butun lagerdagilar mayli mening bolalarim bo'lsin, bular nima desa shuni deydi. Men bolalarimni ko'rgandan keyin o'zimga bo'lgan ta'sirat bolalarimning ustidagi besimning qanchalik ig'ir ekanligi, xalqimning ustidagi besimning qanchalik ekanligini his qildim. Ballarınız sizge karşı sözlегенде ulardan ağrındınız mı? Özünüzni ularning oldida gunohkor his qilamsiz? Ya, günahkar his qilmayman. Hozirgi beshimizga kelgan kulpat. 70 yildan beri Uyg'urning tatib barliq azob uqubatlarini men yodiga bilaman. Men shuning tirik shohidi. Mayli 54-yili, mayli 57-yildagi 40-yillik, mayli madaniyat inqilobidagi 40-yillik, mayli uningdan keyingi 40-yillik, 68-yillik, uningdan keyin bu Barın vaqasidagi, Mijisiling vaqasidagi, Oqsuv vaqasidagi, Yaka vaqasidagi bütün 40-yilliklarning eng oxiri 7-oyning 5-idagi ili vaqasidagi men bularning tirik shohidi bo'lganligim uchun bu bolalarimning menga bunda davatqin hatta men o'zim turmadan chiqadigan vaqtimda hayot mamat ichida qoldim. Menim o majna deysan dedi, yezib bergan narsani men so'zlab berib chiqdim. Mening beshimdimi bu ish o'tgan. Her qandaq vatanning ichida turib, bundaq so'zlagan odamlarni men ayibga bo'rayolmayman. Ham ulardan men xafaolmayman, chunki u bir qurolning ostida turib, zulm ostida turib, ashining o'zi, ashlarning qanchalik zulm ostida turib, qanchalik azob uqubat ostida davatganligini, ashi usulni mening navirlarim siz o'ylab beqing. Navirlerimning texi, amillari, ochillari texi yo'q, men ularni ko'rmadim. Singlim Xalcham va uning bolalari, ayollarining xotanda hech qanday dirigi yo'q. Men ularni ko'rmadim. Inim Mehmetning belining to'van tarafi midirmaydi. Ikkili qitim ko'rinishda inim Mehmetning o'shda o'ngda yetib, besh taraf. Inim Mehmetni mangdirib 2017-yili beshi qora xalt kaydirib, mangdirib olib ketgan. Yugurib yurgan inim o meningki. Seni shunchalik saq inim. İnimning o'rnidan qopanmag'ini ko'rdim. Demak, bu qanchalik qiynoqlar bular boshdan kechirdi. Balam qahrning chekisining yerilganligini, siziqni ko'rdim, tikilganligini. Qanchalik kaltaklarning ostida, qanchalik qiynashlar ostida, qanchalik urush qamchilar ostida, qanchalik azob oqibatlar ostida bular chiqib, menga ashunday gap qilayotganligini men his qilganligim uchun men hargizmi og'rinmayman va o'zimning bu ishni qilishimni yolg'iz o'zimning emas, her bir Uyg'urning 70 yillik oqima 40-yillikning eng oshkorlangan davr lager bo'lganligi uchun bu 40-yillik bizga Uyg'urlar o'lim jazosi bugun berilgan o'lim jazosi emas. Wang Jingning davridan tortib, Wang Jingning oldiga surib o'tadigan bo'lsak, Shinsisay davridan tortib, Gomindang davridan tortib, Manjuriyadan tortib bizga o'lim jazosi mustamliki bo'ladigan bir millat o'lim jazosi o millatga ba'zan mustamlikilar nayeti vatanparvar, insonparvar, oqko'ngil bularga yo'l basmi, ya'ni bir fashist mustamlikilarning qandoq bo'lganligini shu davrda biz ko'rdik. Shinsisay bizning 60 ming adamimizning boylarning beshiga miqib o'tgan. Demak, Shinsisay Xitoy kimlar bilan birlashib o'tgan bo'lsin, u bizni o'tadi. Uningdan keyin Gomindanglar bizning mutalliblarni qandoq chanab yodida chanab o'tadi. U shu mushlarning hokimiyati. Demak, mustamlik ostida o'layotgan eng oxir beshi Wang Jingdan tortib bizga bu 70 yil besib olgandan tortib, bular besib olgan kundan tortib bizga o'lim hukm qilgan. Sen yashaysan, sen ya bu zaminda biz yashaymiz degan. Biz shuni tarqatmay, tarqatgan bo'lsammi, nurg'un imkonlar bo'lmaymish kelgan bo'g'ashqa, men bugun bu bolalarimga ve bolalarımның bunda chiqqan vaqtida, bundaq azob uqubat tatiyotgan vaqtimda mayuslandingizmi, o'zingizni bir vijdoniy qarz deb hisobladingizmi degan bu savolning menga tushishni ham xohlamayman. Men bundaq savolga javob berishimning hojati yo'q. Men emas, siz ve her bir Uyg'ur o'zining ozodligi uchun kurash qilish kerak. Ash oldingi va keyingi bo'layotgan jang ustida o'zini tayyorlab turish kerak deb qarayman. Men shularning birisi, shundoq onalarning birisi deb qarayman. Hargizmi buningga
Men özümni vicdani qarz deb hesaplamayman. Vicdani qarz deb hesaplasam, hesaplaydigan yerim bor. Men xalqimni tek azat qilish bosqichiga opiranmadim. Men xalqimni birlashtirishim kerak. Aşı vatanni azat qilib berishim kerak. Xalqimni to'g'ri yetaklab kuchlantirishim kerak. Mushlarda xalqimning oldida mening vijdoniy qarzim bor deb o'ylayman. Mening bolalarimmi meni undaq o'ylamaydi deb qarayman. Rabia Qadir Xanım, Wuhan'da tarqalgan virus bütün dünyani vahimaga soldi. Bu virusning o'tirg'i chiqishi bilan bütün dunyoning diqqati bu virus bilan bo'ldi. Ya'ni bu virus dünya kun tartibiga kelgandan yoqi bizning vatandagi jazo lageri masalasi kun tartibdan asta-asta tushib qilyotidi. Sizningcha bu virus sababli vatanimizdagi jazo lageri voqeasi kun tartibdan tushib qolgan ahvollar yuz berishi mumkinmi? Undaq emas. Herkesmi Uyghur meselesi kaynağı uçup ketmedi. Bu virüs meselesi, bu Wuhan meselesi bütün dünyadaki insanlığa kelgen afet bu. Bu insaniyetke kilingen bir vahşilik, insaniyetke kılıngan bir suikast, insaniyetke bir atkan bir Cahangir'nin bir topi bu, oti bu. Biz bu meseleni herkes Uyghur meselesi bunun bilan tushib ketdi deb qarmaymiz. Uyghur meselesi davomli kun tartibda bor. Lekin bu masaлагami dunyo jiddiy qaramiz bo'lmaydi. Bu kasal millat ko'zi yo'q, odam ko'zi yo'q. Biz insoniyatdan insonparvarlikni talab qilyapmiz. Biz insoniyatdan kishilik huquqimizga dafsandi qilganligini talab qilyapmiz. Biz insoniyatdan dunyoga qarab bizning o'zimizning erkinligi, devletimizde besivaqandikin bo'layotgan holatimiz, mustaqilligimizni talab qilyapmiz. Bundaq bir sharoitda aslida biz bu bir millatga kelgan narsa deb qarab turmaymiz. Bu virus insoniyatning dushmani. Bu virus yo'qolish kerak. Bizningki buningmi dunyo qat'iy ko'ngil bo'lish kerak. Darhol buning oldini olish kerak. Hatto biz Uyg'urlarmi buning oldini olish uchun o'zimizning hassimizni qo'shish kerak. Bu virüsün aldığını eliş için, bunu yoqutish için biz özümüzün töhfemizni qo'shishimiz kerak. Bizning meselemiz davomli kun tartibda bor. Men mana Tönögün Kongresidan chiqdim, bir nökün senatordan chiqdim, Ömer beryapti, Qozat Altay beryapti, Germaniyadagilar beryapti, Turkiyadagilar beryapti, yana boshqalar berib guvohlikdan o'tyapti o'zining tuqqanlari to'g'riliq. Kongresining ichiga senatordan ichiga kirsak, bizning masalamiz bo'lmagan gap bo'lmayapti. Hammasining o'ziga tushlik o'rni bor. Shuning uchun bizning masalamiz herkes kun tartibdan tushib ketmadi. Biroq mush qadar ig'ir bir qirg'inchilik bo'layotgandan keyin dunyoga bo'lgan tahdidiga axborotlar biroz mazgil shunga qartilib qolgan bo'lsa-mu, buni jiddiy besiqtirib olgandan keyin, ya'ni Uyg'ur masalasi dunyoning birinchi kun tartibida bo'ladi deb qarayman. Rabia Qadir Xanım, vatan davosi, Sharq Turkistonning mustaqilligi, xalqimning erkinligi deb ko'p jafo tortdingiz, ko'rmagan kuningiz qolmadi. Bu dava yolda siz pushaymon qilib baqdingizmi? Men Xitoy hukumati meni turmaga olgan vaqtda o'lim jazosi hukm qilgan dastlabda. Men tomoqlarimni bergan. Sen otimiz degan. Mushunda vaqtida men bir qatim pushmon qilib baqmagan. Qo'limga ishkal putimga ko'zini silib, mishinimga esib qo'ygan vaqtida o narsani men go'zal bir o'zimga yarashadigan narsa deb qabul qilgan. Nima uchun degan vaqtida men vatanim uchun o'layapman. Vatanim uchun o'lganligim uchun men eng sharafli o'lim bilan ketyapman. Bak afsus, nurg'un aqlim, nurg'un iqtidorim, nurg'un bir qila oladigan ishlarim bordi. Mushuni men xalqimga qilib bersam bo'ldi, xalqimni yetaklab bersam bo'ldi, xalqimga mush ishni kun tartibga akirib bersam bo'ldi. Mushuni xalqimga yetkazolmay qoldigan bo'ldim. Bo'lmasa men bu xalqim uchun o'lgan bu o'limni sharaf deb his qilaman deb shunda ko'nglim uchiq o'tirgan. Allah meni sağ salamet açıp dünyadaki kişilik hukuk teşkilatlar ve Amerika'nın yardımı bilen Amerika hükümeti meni Uyghur halkıga açıp tapşırıp verdi. Rahmet sizge Rabia Qadir Xanım, qimmatlik vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun bütün ko'ruvchilarimiz nomidan sizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Men programmamızın ahırda xalqimga salam aytib qo'yay. Salam xalqim. 75 yaşga kirdim. Yo'lishim 77 yaşga kirdi. Sizga ajr olsun. Her kun sizga Uyg'ur Today'da o'zining Uyg'ur xalqaro barliq siyosatlarni har kun qo'ldan kelishicha yetkazib beryapti. Endi men shu
koordinator grup kurulup, aşındaq bir kengaş eşilip, muş yığın eşilgandan keyin, muş ali muşu anjüme aşını eçip berse, muşundaq bir ali kengaş eşilgandan keyin, men şu yerda anikin lider Peter degen gaplardan istifa berip, sizlarning aqlingizda maslahat çok turman. Hozir xalqning menga ehtiyoji bor. Mening mush ishni qila oladigan o'rnim bor. Har yerda mening o'zim kuchli o'rnim bor. Shuning uchun hozircha men menib turyapman. Ortiqcha ko'rib qolgan qarindoshlarimmi Rabia opam bir bo'shliqni to'shqizyapti deb o'ylasanglar bo'ladi. Rahmat. Xitayning o'yinlari tugimidi. Tuyuqsiz vaboning keng tarqalishi dunyoni vahimaga soldi. Bizni ham vatandagi qarindoshlarimiz uchun andishaga soldi. Hammamiz bu vabo haqidagi xabarlarga diqqat qilyapmiz. Vaboni kontrol qilish jarayonida g'alatiliklar yuz berdi. 23 yanvar Xalqaro Sahiyya tashkilotining qarori bilan vaboning manbasi bo'lgan Wuhan butunlay taqaldi. Bu virus bilan yuqumlanganlarda qizish va boshqa alomatlar ko'rilmay turib, yiqilibla hushsizlanib o'lish ahvoli ko'rilgachga, hamma odam vahima ichida qolgan. Bu virus bayqalg'ili bir oy bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining uchurni yushirishi bilan bugungi kunda dunyoning har qaysi joylarida yuqumlanuvchilar bayqaldi. Vaba barg'ancha kengaymoqda. Biz vatanimizdagi lagerga so'langan xalqimizga bu vaboning yetib berishidan qattiq andisha qilib turmoqdamiz. Mazlum xalqimizga Allohdan asoyishlik tilaymiz. Hurmatli televizor ko'ruvchi do'stlar, bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Xayr qo'shing.